1982-yilda kinodramaturg Rixsivoy Muhammadjonov va rejissyor Melis Abzalov hamkorligida suratga olingan Suyunchi filmidagi Chimirma qosh, cho'rtka sar qiz Nazira eng yorqin obrazlardan biri ekan sir emas. Ko'ryapsanmi? Nimani? Ana o'z sigirni. Ha, ko'rdim. Hoshimjonning sigiri bu. Shu sigirni qo'shni qishloqqa sotib yuborgandi. Keyin nima bo'ldi degin? Nima bo'ldi? Har kuni anhorni kechib o'tib, Hoshimjonning uyiga keladi. Hoshimjonning 7 ta yosh bolasi bor. Uni xotini 7 ta bolaga loyiq sutni sog'ib olmaguncha ketmay turadi. Bu nimanga nima aloqasi bor? Aytdim, qo'ydim-de. Filmda doktorlikka o'qishga ketgan Nazira hayotda ham shifokordir. Bugun vatandan olisda yashasa-da, o'zbek kinosidagi noyob qahramonlardan biri sifatida sog'inib eslanadi. Nazira ham yurt sog'inchi bilan yana uyga qaytdi. Voy bu, tanimaydigan bo'lib ketibsan-ku. Biz sevgan Nazira shuncha yildan beri qayerda edi? Shuncha yildan beri 25 yil bizni Zambiyada, Afrikani kontinentida, Zambiya degan davlatida doktor bo'lib ishlab yuribman. Oilam bilan shu yerda yashab, doktor bo'lib ishlayman. Bu kino olinganda birinchi kurs studenti edim, Sampini. Yozgi kanikulda olingan, sahnalar shu yozgi kanikulda olingan edi. Assalomu alaykum Anzirat buvi. Va alaykum assalom. Hay, Naziramisan? Voy, aylanay sendan. O'zi pediatrman, но u yoqda как vrach общей praktiki bo'lib ishlayman. Har gal kelganimda juda xursand bo'lib kelaman. Oldin imkoniyatli bo'lmasdi, 2 yilda bir marta kelardik. Endi har gal kelganimizda ishonasizmi, kinolarda ko'rsatadi-yu, uzoq yo'l anaqa yillar vatandan tashqari yurib, vatanga kelganda tiz cho'kib yerin o'padi-yu, o'shanaqa hislar bo'ladi. Har gal. Endi hozir Xudoga shukr imkoniyat bor, tez-tez kelib turamiz, lekin har kelganda O'zbekiston qo'nganda xursand bo'lib ketadi odam. Qanaqadir ichingiz to'lib, anaqa yig'lashni ham bilmaysiz, kulishni ham bilmaysiz, lekin xursand bo'lganingizdan ichingiz to'lib ketadi-da. Ishonasizlarmi, biz Zambiyaga ketayotganimizda ikkita odamga qo'limizda $100 pul bo'lgan, ikkita odamga. Obratni bilet bo'lmagan. Ozgina ishlab olib ketamiz deb borganmiz. Birinchi 6 oy rosa qiyin bo'lgan. Bir kun men yig'layman, uyga ketaman deb bolalarni tashlab ketganman. Xo'jayinim bo'ldi, o'zingni bos. Amallaymiz, mayli kontrakt tomon bo'lsin, ketamiz deganlar. Kontraktni bitirdik. U yoqda har bitta kontrakt bitirganda gratuity degan unaqa bor. Как премиальный, siz to'lagan naloklaringizni sizga qaytarib beradi. O'sha pulni oldikmi? Endi u paytda katta pul edi-da. Voy, har bitta kontraktga shuncha pul berar ekan, davay yana bitta kontraktga qolamiz deb. Keyin yana qolamiz deb yana qoldik. Keyin bolalar katta bo'ldi. Katta o'g'limni Janubiy Afrikada o'qitdik. Unga pul kerakmi? Mashina o'qishni bitirib olaylik deb unga qoldik. Keyin Keptichasini klinika ocha qolaylik kichkinagina deb ideya keldi. Ochdik. Mana shuncha yildan beri endi ishlab yuribman. Ana ketaman deb. Shu Azrat buvini so'zlari, ya'niki shu Hoshimjon aka sigiri haqida gap bor filmda. Keyin tushunasan buni deb aytadilar-ku Azrat buvi. Va sizni o'sha haqiqiy Shahnoz Shamsiyevaning hayotiga ham bu qanaqadir o'sha o'rgan. Albatta. Va bugun uni mag'zini qanaqa? Albatta. Mana o'sha paytda ham hamma so'ragan menda. Sigir to'g'risida nima ma'nosi nima edi? Sigir to'g'risida hadda gapiraverasizlar, nima ma'noda? Endi men yosh bo'lganim bilan men bilganman ma'nosini-da. Ishonasizmi, yosh katta odamlar ham nima ma'no ekan, sigir qaytib kelsa kepti deyishganda. Mana hozir 25 yil o'tib,
undan ham ko'p tushunmayapman-da. Mana ming biznes bormi, boshqasi bormi, o'tda pul ishlaysizmi? Hayotda-chi, mana pul hamma narsa emas-da. Baribir o'zingizni uyingiz, o'zingizni vataningiz, o'zingizni yeringiz, o'zingizni qarindosh urug'laringiz, bu yerda qolgan do'stlaringiz, ota-onani uyi, hovli, u hech qachon sizni qo'yib yubormaydi. Mana O'zbekistonim, o'zim O'zbekistonim. Mana shuncha ishlar qilyapman, u yerda частный klinika qurdim, uyim bor, joyim bor, biznesim bor. Lekin baribir men bolalarimga aytaman, yana 1-2 yil shu bilan bo'ldi. Men hamma narsamni sotib yoki arendaga topshirib uyimga ketaman deyman. Ular kuladi. Nima uyim deysiz? 25 yildan beri bu yerdasiz. Sen bu meni uyim emas, meni uyim u yoqda deyman. Uyimga ketaman deb turib olaman. Har ko'rganimda kulaman faqat. Voy, men bitta boshqacha o'ynasam bo'lar ekan, voy, men bitta boshqacha qilsam bo'lar ekan deb choyni ko'tarib chiqaman-u. O'sha choyning bo'sh bo'lgan. Chunki juda og'ir choyni bo'lganda, ichiga suv solish kerak edi. Chunki men bu stolni taqitib qo'yaman-u, eshitiladi bo'shligi. Masalan, hozir bo'lganimda men aytardim o'sha rahmatli Melis Abzalovga, Melis aka, suv qo'yinglar ichiga dirdim. Ular meni ayaganlar-da. Еще воду нальем, вообще будет тяжелый, давай, так неси deganlar. O'ylaymanki, siz o'zingizni o'ylagansiz u yerda. Ichgan, bunaqa qilgan, ozgina ensangni qotirgan, jahlingni chiqargan deb. Ko'pchilik meni bilgan, meni tanigan odamlar seni rost o'rtalashibdi, g'irt o'zingni o'ynabsan deganlar, deyishgan. Bilmadim. Rostdan shunaqami yo'qmi? Xarakterim shunaqa. Odam orqasidan gapirmayman. Yoqmasa yuziga aytaman. Xo'sh, Nima xo'sh? 2 qo'ling bo'sh. Ahmoq. Kinoga kelib qolishingiz o'shandan bir shingil eslaylik. Qiziq bo'lganda, mana ukam u paytda kinoda chiqqan и u 16 yoshdan past bo'lgani uchun o'zi pulini ola olmasdi. Onam bilan otam vaqti bo'lmagan, men уже studentkaman. Sen pasporting bor, borsan olib kelgin deyishgan. Borganman. Kinostudiyada rahbar buvim ishlardilar. Ular bilan koridorga gaplashib turganimizda, nima kelding deb so'radilar. Mana shunaqa o'g'bin pulini olgani keldim dedim. Olib bordilar, pulini oldik. Уже kuzatayotganlarida koridorda gaplashib turganimizda bir kishi o'tdi-da. Menga mashina tikilib qarab o'tdilar. Bitta o'tdilar, ikkita o'tdilar. Voy, balo bu qaravati deb men nima qilib orqamga o'girdim. Shunaqa deyishimni bilaman, shuni sakradilar-da. Oldimga shuni qo'limdan o'sha topdim deb yotibdilar-da. Voy, to'g'ri jinnimisiz, nima qilyapsiz deb qo'limdan bunaqa itardim-da. Rahbar buvim kulib turibdilar. Nima kulyapsam, ne choydan biri bitta o'sha Nazira bilan olinadigan sahnalar olinmagan ekan. Ularga yoqadigan, ularni xayolidagi Nazira bo'lmagan, chiqmagan ekan, topolmayotgan ekanlar. Mana shunaqa insonni qotiradigan menimcha. Adam kategorически yo'q dedilar. O'ylama ham, xayolingga ham keltirma, o'qishingni o'qi dedilar. Hozir kanikuliga dedim, shunaqa qilsam yo'q dedilar. Sanpinni birinchi kursni bitirganmiz, yozgi ta'tilda. Yo'q deb turib oldilar. Keyin men telefon qildim. Yo'q dedilar adam dedim. Keyin bir mahal kechqurun Rixsivoy aka, Melis aka, bu yana kimdir keldi, esimda yo'q u payt. Ular kelishdi. Keyin mana shunaqa iltimos, ruxsat bering, shu rolga rosa zo'r tushadilar deb rosa iltimos qilishdi. Adam o'shanda ham yo'q dedilar, keyin rahbar buvim yo'q, qilmagin, mayli, dodangni xotirasi uchun bittaga ruxsat bergin dedilar. Keyin adam ham mayli, otam xotiralari uchun bilsanglar agar, men dodam Razak Hamrayev bo'lganlar. Bo'pti, mayli, otam xotirasi uchun ruxsat beraman dedilar. Shu bilan ruxsat berishdi. Nazira bo'ldim bu yog'iga. Urushmoqchimisan?
Yo, to'g'risini aytgan, urushmoqchimisan? Urushmoqchiman. Qaynonangiz qanaqa qabul qilganlar? Qaynonam kulganlar. 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 Bechora o'g'lim dedilar. Lekin qaynatam bu kinoni ko'rib bo'lganlardan keyin shu bilganimda olmasdim deganlardek, keyin o'zi lekin mani o'g'limga faqat Sandika xotin ko'taradi. Yaxshiyam seni kelin qilib olganmiz deganlar. Ishonasim, mani xo'jayinim kandidat nauk, почти professor edilar. No, oxirgacha yetkazib bormadilar. Professor xotini hamma narsani bilish kerak. Kir yuvishni ham, ovqat qilishni ham, tappi qilishni ham bilish kerak. Professor xotiniga yordam bermaydimi? Professor fan bilan mashg'ul bo'ladi. Omon bo'l bo'lmasa. Anzirat buvi bilan o'xshaymiz. Balkim hayotimda ham shunaqamiz. Haqiqiy hayotda, faqat kinodagi emas. Mana Anzirat buvi o'zlari mana kelinga o'zlarini kelinlariga kelin topamiz demadilar. Masalan, o'g'illari bilasizlar o'zingizlar qanaqa bo'lganlar, hayolparast, futbolni komanda, anaqa o'yi ushab turadigan erkak emas deganlar. Shu navaralarini professor bo'ladi, fan bilan shug'ullanadi deb, shu o'yi ushab turadigan, o'yi ishlarini joyiga qo'yadigan kelin kerak degandirlar-da, qidirganlar shunaqa kelinni. Buvijon, Abdullani endi kimga uylantiramiz? Faqat Naziraga. Anzirat buni butun qishloqning vijdoni deb tan oladi. Bu o'sha siz va sizni partnyoringiz tilidan aytilgan va ko'ngli xotirjam ketadi. Mana shu mani o'rnimga qishloq vijdoni bo'lib qoladigan yoshlar kelyapti, bor degan ma'noda. Mani o'rnimga shu kelin qolyapti, qishloqni ushab turishga emas, lekin odamlarga to'g'ri gapirishi, aql o'rgatmasdan lekin maslahat berishi, o'shalar bor hammasi. Menda ham bor. Keling o'sha zina bilan bog'liq epizod xotiralarini yodga olsak. Zina. Zina desa bir eslayman, har gal zinaga chiqasam deganda eslayman. 4-5 ta dubl qilishgan, unaqa ko'p emas. Lekin o'sha zinadan chiqayotganda hamma qo'rqib turardi. Juda ham baland zina edi. Unaqa bemalol chiqib tushadigan zina emas edi-da. Shu 4-5 ta dubldan keyin qaraganman-da, yana necha marta chiqaman deganman. Bo'ldi, yaxshi tushdi, bo'ldi deb to'xtatib qolishgan. Mashinadan tanlab olamiz yaxshisini deyishgan. Chapana qilsan, o'sha qilib yurganimda, men boshqa qizlarga o'xshab nozu yurmagin deganlar lekin. Melisaga. Shundoq, shunaqa yuraman deganman-da, chiqib ketaverganman. Opalaringiz esiz engachasiz. O'shalarni eslasak, hozir ular bilan aloqalaringiz bormi? Opalarim bilan gap uchrashmasdim. Chunki ularni bir kunga olib kelishgan, olib ketishgan. Bitta qiz menimcha o'sha yerda yashardi, mahallada. O'tgan yili o'sha Sijakka, o'sha kino olingan o'sha ayvonga, o'sha zinaga biz bordik. O'sha kinodagi bitta opam o'sha uyda yashaydi. Ularnikiga bordik. Mehmon bo'ldik, keyin boshqa opalarni ham chaqirishdi. Xuddi o'sha hovli, o'sma qo'ygan anaqam bor-ku, ayvon, ochiq ayvon. O'sha uy xuddi shunday turibdi. Xuddi shunday, hech narsa o'zgarmagan, men bu uyga o'xshagan, xuddi shunday turibdi. Melisa Abzalov o'sma qo'yib o'tirasan degan. Men o'sma qo'yib endi chiroyli qo'yib, chiroyli qilib bo'ldingmi dedilar. Ha, bo'ldim dedilar. Tak keldilar-da, bu nima dedilar. O'sma dedim. Ya, sen unaqa o'sma qo'yishing kerak emas dedilar-da. Shunda oldilar-da, chaplab mabtimga tochka qo'yganlar. Voy, men qanaqa bunaqa chiqaman, yo'q, sen mana shunaqa bo'lishing kerak dedilar-da. Mana shunaqa qilib qo'yib chiqqanmiz keyin. O Nazira. Choy olib kel. Choy, muncha ko'p choy ichishadi bular. 40 yil o'tib bo'ldi, hali choy deb choy so'rashadi bular ya. Shu nevara qizingni o'zim kelin qilaman. Bu hayotda hamma narsa o'zgaradi, lekin o'zimizni issiq choyga hech narsa yetmaydi.
Oy, rahmat, baraka toping. Hamma narsa o'zgaradi, lekin ota uyi, vatan sog'inchi, yana ota uyida sizni kutgan issiq choy ta'mi o'zgarmaydi. Hech qachon. Hech qachon. Choy. Bizni uyda bu yoqda ham dammadan choy ichamiz. Har gal men choy quyganimda, agar men qo'ysam choydan qo'ying, choy deb aytmang faqat deyishadi. Shaharda yursam, magazinga yoki bozorga narxini so'raysiz, mana bu nechi pul, mana bu nechinchi razmer deb bundoq qarab qo'yishadi. Qarab turishadi keyin. Anaqa siz anumi deyishadi. Bilmayman kim deb o'zim bilmaslikka solaman-da. Keyin yonimda yurgan odam kulib bo'ldi, siz o'sha ekansiz. Kim ekanman desam, choy, ani boru Nazira. Anaqa so'yinchi deyishmaydi, anaqa deyishmaydi, ani choy boru, siz o'shasiz deyishadi. Sizda o'sha qopti, naqalaringiz o'sha qopti deyishadi-da. Har отпускка kelganimda Toshkentdan o'zimizni Toshkentda ichadigan ko'k choy bormi, qora choy bormi, nima deydi? Qanaqa bo'lsa ham shu Toshkentda sotiladigan, Toshkentda ichiladigan choyni kilolab qilib chamadanga solib olib ketamiz. Qo'rqaman, o'xshamaydi, ustimdan kulishadi, evlolmayman deb o'ylaganman. Keyin masalan shu Zaynab Sadriyeva bilan ham bitta xonada uxlaganmiz. Tursam ham, qaqa turding, o'tirsam ham nima o'tirding? Chiqib ketsam, qaqa chiqib ketyapsan, nima chiqib ketyapsan deb rosa qarashardi. O'sha o'tirganimizda ham gaplashardik. Yo'q, sen xavotir olma, yaxshi chiqyapti. Zo'r bo'ladi, nima xavotir olyapsan? Hayotingda yashagandek yashagin, ana o'ynamagindek yashagin deyishardi. Agar o'ynasang, bu o'yin bo'ladi, haqiqiy chiqmaydi. Yashasang, rolingni o'shanda o'xshaydi deyishgan. Meni kutyapsanmi? Seni kutyapman. Bo'lajak professor sen ekansan-da. Professor xotini bo'lmayman desang ochiqni aytaver. Meni mayna qilganlarni yomon ko'raman. Shunaqamisan hali? Sendan o'zi professor chiqadimi? Bum professor bo'ladi dedilarmi? Bo'laman. Bu setganmi shu? O'lib qolaman. Agar esingizda bo'lsa, meni orqamda yosh daraxt, ularning orqalarida so'lagan daraxt edi. Keyin esimda yo'q, kimdir aytdi, mana shu so'lagan daraxt olib tashlaylik deyishgan. Keyin rejissyorimiz operator yo'q deyishgan. Именно mana shunday tursin deyishgan. Qari daraxt qarichilik eslatadi, yosh daraxt yoshlikni eslatadi. Baribir qachonlardir bo'lsa ham mana shu yosh ham mana shunaqa bo'ladi degan ma'noda ko'rsatamiz deyishgan. Abdurahim akani xotirlasak, hozir oramizda yo'q inson, lekin yaxshi ular bilan bog'liq yaxshi xotiralaringiz bor, men ishonaman. Bor. Asosiy partnyoringiz ular. Ya. Ishlash ular bilan. Joylar jannatda bo'lsin. Rosa zo'r bo'lgan. Endi yoshimiz bir xil, ikkalamiz yosh qo'yganligiga qaraganda. Mana qil, hamma endi uni nimasi tajribalari ko'proq-ku. Sansirab gaplashardik bir-birimizga. Mana qil. Qarama ekranga, muncha qarayverasan dedi. Men birinchi marta unda ko'zim ketib qoladi. Qarama, menga qara, mashtimga qaragin deb peshonasini, yelkasini ko'rsatib qo'yardi. Qo'lingizni turtib qo'ygan joylari ham bor. Mashaqqat qilardilar-da, unaqa qilmagin deb keyin men qo'lim turtib qo'yganim, o'sha meni sigir to'g'risida aytganimda, o'sha ssenariy deydi-yu. Men uzoq qarab xayolim ketib qolish kerak ekan-da. Как будто men o'tmishi, bo'lajagini o'ylab nima qilgandek bo'laman. O'shanda u menimda turtib, pastga tush degandek. Hozirgi hayotda gapirgin degandek qilgan. Keyin endi u haqiqiy artist bo'lgan, haqiqiy aktyor bo'lgan, haqiqiy komik bo'lgan. Agar futbolga qo'yib olmasangiz, ikki dunyoda ham uylanmayman. Miyangga quyib ol.
Seni professor qilmagunimcha hech qayoqqa yubormayman. Premyera kunini qanaqa eslaysiz? Rosa kulishgan, zo'r bo'lgan deyishdi. Xursand bo'lganlar. Keyin keyinchalik ham ha deb ko'rsatishardi-yu. Aytardilar. Ay bola, men yaxshi ham ruxsat berdim. Qara, bir yilda 4-5 martalab ko'rsatishadi deb aytardilar. Buvingga aytib qo'ygin, o'zlariga boshqa kelin topsinlar. Rozi emasmisan? Yo'q. Mamnaqa ahmoqqa yerga tegmayman. Tema sen tema, Mirza Tere. Mani qiz nabiralarim yo'q. Mani 6 ta navaram bor, hammasi o'g'il bola. Kattasi 11 yosh. Oilasi ularni katta o'g'lim Londonda yashaydi. U bir marta ko'rgan, faqat kulgan. Faqat kulgandi. U paytda 8 yosh edi. Men shunaqa savol bergan. Sen qanaqasiga sen doktor bo'lib turib, aktrisa bo'lding, kinoda chiqding. Kinoda faqat aktrisalar chiqadi. Doktorlar chiqmaydi, doktorlar kasallik ko'radi degan. O'shanda tushuntirgan bizni. Men u paytda mana shunaqa o'qirdim, mana shunaqa chaqirishgansam kulgandi. Endi yarim anglizcha, yarim o'zbekcha gapiradi. Shunaqa qilib, very interesting deb ingliz tilida gapirgan. Kichkina o'g'lim har doim unaqa qiladi. Qayerga borsak ham, men Toshkentda yursak ham, "Nah bo'lib yuradi, men onam bu" deb. Keyin magazinlarga kirsa, agar birga bo'lsa, magazindagilar qarab qo'yishadi. Nimaga qarayapsiz onamga? Tanimadingizmi deb qo'yadi. Jim o'tirgan deyman deb, "Ne jim o'tirar ekanman, zo'rku deb aytvoradi-da bir xil paytda. Bunday yoqimlisi bo'lmaydi. Kecha ham ipodromga tushdik. Shu bitta magazinda narsa oldik. O'sha sotuvchi ayol ham qarab qo'yadi, so'ramadilar lekin. Keyin o'g'limdan qarab, "Opa, aytaymi, nimaga qarayotganingizni?" dedi. Keyin nima, qayerga qarayapsiz? Onamga boytan biri qarayapsiz dedi. Qayerdadir ko'rganman, so'yinchi dedi, faqat so'yinchi dedi. Keyin, "Choymi? Nazirami?" Voy, endi o'sha yerda bilasizmi, o'zim manaqa nima deydi, Gollivudda aktrisasi bildim-da, shunaqa qichqirib xursand bo'ldilar-da. Birinchi marta unaqa menga kimdir anaqa qilyapti-da, hamma kulib gapiradi-da, "Voy, siz o'shamisiz" deb xursand bo'lishadi. Bu haqiqiy fanat deydi-yu. Endi quchoqlayaptilar, rasmga tushsam maylimi deb rasmlarga tushyaptilar. O'zim anaqa sezdim. Gollivudga zvezda. Yana yoshligini eslab, yana o'sha suratga olish maydonchasiga borgan bo'larmidingiz? Borardim. Endi menimcha hozir endi bunaqa Anzirat rolini o'ynab berardim. Menimcha boshqa rol qayerga men beradi u yoshimda. Lekin o'ynab berardim. Agar haqiqatan qiziqarli, zo'r ssenariy bo'lsa, menimcha o'ynab berardim. Toshkentga birinchi kelganingizda qaysi joylarga ko'proq borib ko'rgis keladi? Toshkentga kelganimda birinchi o'chida onam oldiga boraman, onam bilan o'tiraman. Keyin Adam tepalariga boraman, mozorga, duo qilib, ko'rib, eslab. O'zbekistonda o'sib chiqqan mevalar hech qaysi dunyoning hech qaysi davlatida yo'q. Onamni dachalarida Adam rahmatli ekkanlar, anor, xurmo, uzum. Shu dachaga borganimizda maza qilib rasmlarga olib yuramiz. Keyin kuzlarda kelganda yechganlarda bo'ldi, kellaring yechib qo'ydim. Deb kelganimizda shu anorlarni, xurmolarni qishi bilan maza qilib yeymiz kelganimizda, qishda kelsa. Biz uchun saqlab qoladilar. Onani yaratmasin deydi-yu. Voy, ona sizga nima kerak bor, bo'ldi, yuravermang dachada, qarib qoldi desam, "Yo'q, mayli" deyiladi. Keyin telefon qilib, "Men sizlarga malina tayyorlab qo'ydim, smorodina tayyorlab qo'ydim." Ilinalab bizga har doim. Tilagimiz har doim shu. Issiq choy sizni O'zbekistonga, Toshkentga, otaxoningizga doim bog'lab tursin va tomoshabinlarni ham ichida bir istak turibdi. Sizni butunlay shu vatanga qaytishingizni Xudo xolasa. Albatta. Va so'nchi ko'rsatyapti, yuraylik ketdi deb
o'tirib ko'rishganiga man xursand bo'laman. Haqiqatdan hali ham shu eslasharkan deb xursand bo'laman. Sigirni ko'ryapsanmi? Ha? Hoshimjon akani sigiri bu. Shu sigirni bir vaqtlar qo'shni qishloqqa sotib yuboruvdi. Lekin daryodan har kuni kechib, bu sigir Hoshimjon akani